farzandlar onaga baqirishi hech qachon mumkin emas. Biza bir kuni xo'jayinim yo'q edi u paytlarda, yangi yil ekan, 31-dekabr, endi u paytlar yangi yillar qilardik. Onamni ko'rish uchun ketayotganimda bitta odam shofyor, endi bizni u paytlarda mashinamiz bo'lmasdi, begona shofyor, begona o'sha passajirlar o'tirib ketyapmiz. Endi men orqada bir chekkada ketyapman, onamni oldiga, bolam yonimda. Kelgan shofyor bilan oldidagi erkak kishi gaplashib ketishdi-da. Anu odam yig'ladi. Shofyor aytdiki, qarang, 31-dekabr men yangi yil qilib onamni uyiga Qashqadaryoga borish o'rniga kim rahbarimmi, kimisidir oldiga mana qo'y go'sht olib ketyapman. U yangi yilini o'tkazish uchun onamni o'lda bo'lmadim deb ovozini chiqarib yig'lab olgan. Men aytdim, nahot bitta bayramda onasini oldi bo'lish uchun 40 yoshdan oshgan katta erkak yig'layapti. Shu qadar onasini hurmat qilar ekan dedim-u, o'sha kuni borib birinchi onam meni kechasi kutib oldilar. Kirib, ona deganman, hech qachon men sizga endi dilingizni og'ritadigan gap gapirmayman, nima desam xo'p bo'ladi deyman. Men chunki onamni ichini og'ritib qo'yib ham yig'lagan farzand bo'lmaganman o'sha payt.